qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston surgun hukumatining bosh ministri Salih Xudoyorning Xitoy Xalq Cumhuriyati 74 yoshda yer sharbiy ustunlikni maqsad qilgan Xitoy jahongirligining apti bashirisini echib tashlaymiz mavzuliq maqolasi 1 oktyabr kuni medium.com xabar torida e'lon qilindi. Maqolada mundaq deyiladi: Xitoy Xalq Cumhuriyati davlat bo'lmasdan, balki yolg'iz qo'shni davlatlar ustida emas, yana butun dunyo miqyosida loyihalar bo'lgan bir jahongir. Xitoy Kompartiyasining rahbarligida 1949 yili 10 oyning 1 kuni qurilgan Xitoy Xalq Cumhuriyati bir davlatning dunyoga kelganligining signali bo'lmasdan, balki zamonaviy Xitoy jahongirligining dunyoga kelganligining signali. U 74 yilligini xotirlayotganda berayotgan bayonlari ilgirlash, hamkorlashish va kuchayishdan iborat bo'lib, uning bu xil shaklga kirib olishi jahongirlikning yer sharining bexatarligiga tahdid elib keladigan qorong'u imperialist xiristlarini niqoblay olmaydi. Dunyo Xitoy Kompartiyasining tarixiy chegarasidan olqib ketgan tuproq egallab olish xiristi bilan to'lgan yangilangan bir Xitoy jahongirligi ekanligi to'g'risidagi jiddiy haqiqatlar bilan yuzlashishi kerak. Xitoy Xalq Cumhuriyatining jahongirlik kun tartibi Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mongoliya qatorliq davlatlarni ishg'ol qilib olish va mustamlika qilishda eng ro'shan ifodalandi. Bu davlatlar tarixda Xitoy deb qabul qilingan joyning chegarasidan olqib, Xitoy Xalq Cumhuriyati imperiyasiga bo'ysundirildi va majburiy qo'shib etildi. Ishg'ol qilingan davlatlar ra'yimsizlarcha mustamlikachilikka, ularning yerli xalqlari va madaniyati sistemlik assimilyatsiya va yo'qotish qilmishiga uchradi. Bu ahvol Xitoy Xalq Cumhuriyati qurilib 11 kun o'tgandan keyingi 1949 yili 10 oyning 12 kuni Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkiston uchun texmi shundoq. Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistonda 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarni jazo lagerlari, turma, qul ishchi lagerlariga qamash qilmishini dunyo miqyosidagi nurg'unlagan hukumatlar, parlamentlar, hatto Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qildi. 900 mingdan ortiq Uyg'ur bolalari davlatning yotoqliq maktablari va darussamlariga qamaldi. Xitoy qilib yetishtirish maqsadida assimilyatsiya qilindi. 100 minglagan Uyg'ur va boshqa turk ayollari tug'mas qilib etildi. 10 minglarchasi Xitoy erlari bilan to'y qildirildi. Bu barliq millatga qaratilgan davlat yurgizayotgan umumyuzlik tajovuzchilik harakatidan iborat. Shuning bilan bir vaqtda Tibet 1950-yili Xitoy Xalq Cumhuriyati tarafidan ishg'ol qilingandan keyin o'xshash ochiq kechirmishlarni boshdan kechirdi. Xitoy hukumati Tibetning o'zgacha ma'naviy va ma'rif ramkasini sistemlik turda yo'q qildi va ularning o'rniga Xitoy hammadan ustun degan prinsipga tayangan bir bayonotni yaydi. Tibet tili, kulturi va Tibet odatlari bostirildi. Monastirlar hujumga uchirdi. Ma'naviy rahbarlar yo surgun qilindi yoki turmaga tashlandi. Buning bilan Tibet madaniyati, tili va kimligining yo'qotilishiga yo'l ochildi. O'xshash bir shaklda Janubiy Mongoliyami Xitoyning ishg'oliyati ostida nupus mustamlikasiga o'xshash nurg'unlagan qiyinchiliklar va xiristlarga duch keldi. Xuddi Sharq Turkistondagidek Xitoy mustamlikachilarining guruhiga bo'linib Janubiy Mongoliyaga ko'chishi tashviq qilindi. Natijada yerlik Mongol nupusi azayib suslashtirildi. Mongol tili va kulturi aktiv bir shaklda yo'q qilinmoqda. Maktab va ommaviy hayotda Xitoy tili qo'llanilib, kultural irqiy qirg'inchilikqa yo'l ochmoqda. O'z ona yurti va yezigilik, chorvachilik bilan bog'langan Mongollarning an'anaviy turmush hayoti majburiy shaharlashish va sanoatlashish orqali yo'qotilyotidi. Liberal internatsionalizm ideologiyasi bilan qurollangan g'arbdagi davlatlar Xitoyning dunyo cho'ng jamoatiga qo'shilib ketishining uni demokratiklashtiradiganligini tasavvur qilishdi. Bu g'oyat zo'r bir xato hisoblash edi. G'arb Xitoyga ichilgandan boshlab Xitoy Xalq Cumhuriyati texmi tajovuzchi va texmi mustabidlashdi. Bu mag'lubiyatning isboti davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va Hong Kongning yo'q qilinayotgan erkinligida aniq ko'rindi. Bir zamonlarda Hong Kong ega bo'lgan avtonomiya huquqi va erkinligi davlat bexatarlik qonuniy o'rinlariga o'xshash Xitoy Xalq Cumhuriyatining jahongirlik mashinasi tarafidan yutib olindi. Uning ustiga imperatorlikning jur'ati cheksiz. Yaqinqi zamondagi kartografik tajovuzlar Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliyadan olqib Hindiston, Rossiyadagi ma'lum joylar, Tayvan yarim oroligacha so'ziladi.
Buningdan boshqa Jahongir Hindo-Tinch okean rayonidagi keng dengiz bo'yi va xalqaro suv rayonlaridami haq talab qiladi. Bu dadil territoriya talablari mustaqil davlatlarning egilik huquqiga daxl taruz qilib qolmay, yer sharining muqimligiga og'ir tahdid elib keladigan kengayimchilik kun tartibining yorqin dalili sifatida xizmat qiladi. Jahongirlikning jug'rafiyalik siyosiy chegaralari o'z manfaatiga asosan yangidan shakllantirish niyatining ochiq bishorati bo'lganlikdan bu xil haddidan ziyoda aralashib olishga sal qarashga bo'lmaydi. Xitoy Xalq Cumhuriyetining tajovuzchilik, jahongirlik kun tartibi yaqin atrofi bilan cheklanib qolmaydi. Xitoy trillionlarcha dollarlik bir balvoq bir yo'l qurilishi orqali nupuzini yer shari miqyosida orttirishni nishonlamoqda. Qarmoqqa bir taraqqiyot strategiyasida ko'ringan bir balvoq bir yo'l qurilishi iqtisodiy va siyosiy hokimiyat uchun bir Trovaytining rolini o'ynaydi. Xitoy Kompartiyasi qarz diplomatiyasi orqali taraqqiy qilayotgan davlatlarni tuzoqqa tushirdi va ularni itoatmand davlatga aylantirdi. Bu keng tarqalgan ul asliya turlari o'zaro bir-birining taraqqiyotini ilgari surishdan ziyoda davlatlarni iqtisodiy va siyosiy jihatda Beyjingning jahongirlik o'rniga tutashtiradigan bir strategiya. Iqtisodiy hiylalarga qo'shimcha qilib, Xitoy Kompartiyasi keng ko'lamli ta'sir ko'rsatish va josuslik harakati bilan shug'ullandi. Bu murakkab va atrofliq mashg'ulotlar G'arb demokratik davlatlarini markaz qilgan xalqaro jamiyatlarni nishonga oladi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti yerlik hukumatlardan tortib davlat organlari, davlat majlisidan federativ organlar, akademik qurilishlar hatto axborot vositalarigacha barliq sohalarga singib kirdi. Bu oldin planlangan harakatlar demokratik davlatlarning ichki bir butunligini ojizlatish, jahongirlikning jug'rofiyalik strategik nishonini qulaylashtirishni maqsad qilgan ko'p taraflamlik strategiyani tashkil qiladi. Uzun zamondan beri xatarlik bir shaklda diqqatga ilingan Xitoyning yumshoq kuch tashabbusiga qattiq diqqat qiladigan vaqt keldi. Ko'zi institutiga o'xshash programmalar faqat madaniyat almashtirish sahnasida bo'lmasdan, ular Beyjingning jahongirlik kun tartibini yeyish uchun aylangan strategik qurollar. Dünya miqyosidagi akademik joylarga o'rinlashgan bu institutlar akademikning hurligiga qarta tahdid shakllantirdi va tadqiqotlari Xitoyga moyilligi bilan donglik. Kun sayin kuchayayotgan tanqidlarga qaramay, ularni yo'qotib o'tish uchun kishini andishlantiradigan darajada intayin oz tadbir qo'llanildi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti dunyodagi akademiya, axborot va aqllar amriga ustalik bilan singib kirib, iqtisodiy kuchini dunyoviy tunishni kontrol qilish uchun qo'llandi. Bu faqat ta'sir ko'rsatish bo'lib qolmay, dunyoni Xitoyning manfaatiga xizmat qiladigan qilib shakllantirishdagi planliq harakat. Ostondagi G'arb davlatlari Xitoyning dunyoviy xirislarining kishini cho'chitgidek darajadagi xatarning haqiqatlariga qarta ko'zini ochgan bo'lsa-mu, diplomatik aloqasi murakkab, yo'q deyarlik. Bir tarafdan iqtisodiy jazo va texnikalik cheklimlar orqali toza xohlamagan bir shaklda kontrol ostiga olishga uringanligini ko'ryapmiz. Bular qarmoqqa ta'sir ko'rsatishdan ziyoda shakl jihatda Xitoyning xatarlik darajadagi kengayishini cheklashni maqsad qiladi. Shuning bilan birga kishini hayron qoldirdigani Amerikani o'z ichiga olgan nurg'unlagan G'arb davlatlari maxfiy holda g'oyat zo'r savdo kelishimi tuzib, Xitoyni tinchlantirish uchun orqaga chekinmoqda va hamkorlikqa murojaat qilib, bu ishlarni qilmoqda. Bu xuddi biz ishlarimizni har doimgidek davom qildirayotganda irqiy qirg'inchilik va tuproq egallab olish ayrim-ayrim yuz berganga o'xshaydi. Bu xil ro'yi kasallikka o'xshaydigan siyosat yolg'iz Xitoyning tajovuzchiligini bostirish uchun zarur bo'lgan kollektiv irodani suslashtirib qolmay, yana Beyjingning yomon g'arazlik faoliyatlarini jazosiz davomlashtirishiga fursat yaratib berdi. Xitoy Xalq Cumhuriyetining an'anaviy chegarasi ichidagi Xitoyning ichki siyosatimi o'xshashlar kishini andishiga soladi. Xristianlar va Falun Gongchilarni o'z ichiga olgan diniy asonliqlar zulmga uchraydi. Muxbirlar, ayollar va fuqarolar huquqiy faoliyatchilari Jahongir davlatining mustabid siyosatiga qarshi turganlik uchun turmaga tashlanib, qiynashlarga duch keladi. Bu ichki bostirish dunyoning Beyjing belgilagan yer shariy tartibining qanday bo'lganligini tushunish uchun mikrokozm rolini o'ynaydi. Shunglashqa Xitoy Xalq Cumhuriyetini razil Jahongir deb turga ayirish va Jahongirga muomala qilgandek muomala qilish xalqaro jamiyatning majburiyati. Bu paktga sal qarash ahmoqlikni chaqirganlik. Jorj Kennanning Sovet ittifoqiga yurgizgan strategiyasiga o'xshash cheklash siyosatini yo'lga qo'yish kerak. Ammo cheklash faqat tanlimining bir tarafi. Ishg'ol qilingan yerlarning mustamlikadan qutulishini qo'llash uchun dunyoviy tashabbusga jiddiy ehtiyoji bor.
Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mongoliyaning mustaqillik talablari, orzusini tunish va qo'llash ham axloq ham strategik majburiyat hisoblanadi. Kelgusidagi mustaqil davlatlar Xitoyning jahongirlik kengayishiga qarshi strategik qo'rg'on roliga ega. Bu taraqqiy qilgan Jahongirning maqsadi va harakatlariga qarshi turmaslik bu Jahongirni jasoratlantirdi. Yil o'tgan sari Xitoy Kompartiyasining harbiy iqtidori kuchaydi. Dunyodagi iqtisodiy nufuzi yuqori ko'tariladi. Fan texnikada tez ilgirlaydi. Jahongirligi texmi kuchaydi. Bu endi rayon xarakterli hukmronlik qilish masalasi emas, Xitoy Xalq Cumhuriyati mavjud xalqaro tartibni egallab olish va uning o'rniga yer shariy xarakterli bir imperiyani almashtirishni maqsad qiladi. Yig'inchoqlab aytganda, Xitoy Xalq Cumhuriyati 74 yilligini xotirlayotganda, xalqaro jamiyat cho'qim xon xayoldan qutulishi kerak. Xitoy Xalq Cumhuriyati bir davlat emas, yolg'iz qo'shnilarga emas, dunyo miqyosida planlari bo'lgan bir jahongirdir. Bu tahdidni tunish va uningga qarshi turish faqat bir tanlashli emas, mavjudlik ehtiyoji. Erkin, demokratik dunyo tartibining mavjud bo'lib turishi Xitoy Xalq Cumhuriyatining jahongirlik orzusiga qarshi birlikka kelgan qurilmaga, xalqaroliq inkosga bog'liq. Vaqt to'shib ketdi. Biz darhol harakat qilishimiz kerak. Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislari Xitoyning atalmish Şinjongdagi bolalarni oilasidan majburiy ayirib etish va til siyosati majburiy assimilyatsiya qilish xatirini elib keladi degan. Birleşken Devletler Teşkilatı xabar to'rining 26 sentabr kunidagi xabariga qaraganda, Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislari Uyg'ur bolalarini oilasidan majburiy elib ketishga doir uchurlarni topshirib olgan bo'lib, atalmish Şinjongning davlat qaramog'idagi yotoqliq maktab sistemasining Uyg'ur va boshqa Turkiya xalq bolalarini ota-ona oilasidan, jamiyatdan majburiy ayirib, ona tilida tarbiyalanishiga imkon bermaslik, shu orqali oila va jamiyatga ziyon selishdek assimilyatsiya yurgizish qilmishining ko'rinarli darajada kengaytirilganligiga aloqador ayblashlarga qarata qattiq andisha his qilganligini aytib, atalmish Şinjongdagi yotoqliq maktablarning hammasi Xitoy tilida ta'lim-tarbiya berganligi, Uyg'urchaning intayin az qo'llanilganligi va hech qo'llanilmaganligidan, Xitoy tili va Xitoy madaniyati bo'yicha yetishtirilganlikdan Uyg'ur va boshqa Turkiya xalq bolalarining oilasidan ayrilishining majburiy assimilyatsiya qilinishga yo'l ochadiganligidan ansiraymiz. Bolalarning ota-onalari tutqun qilingan, bolalar yetim bola deb qaralib, davlatning butun kunlik yotoqliq maktablariga o'rinlashtirilib, Xitoy tili bilan tarbiyalangan, oilasi yoki jamiyat bilan intayin az uchrashgan. Bu ahvol muqarrar holda bolalarni oilasi, kulturi, dini va tildan tamoman ayiradi degan. Xabar qilinishicha, bu yotoqliq maktabda ishlaydigan o'qituvchilar Xitoy tilidan boshqa tilda dars o'tsa jazolanadi ekan. Mutaxassislar yana yaqinqi yillarda atalmish Şinjongdagi musulmon turk bolalari o'rinlashtirilgan yotoqliq maktab sonining shiddat bilan ko'payishi va Uyg'ur tili va boshqa Xitoy asonliq millat tili deb atalgan til orqali ta'lim-tarbiya beriladigan ma'ruf Xitoy va yerlik maktablarning taqilishi haqida qisqacha tushuncha bergan. Sharq Turkiston surgundi hukumati axborot vositalarida buningga inkos qaytarib, Sharq Turkistonda 9900 dan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalari kimligini yo'qotib o'tishni maqsad qilgan majburiy assimilyatsiya yurgiziladigan davlatning yotoqliq maktablari va yetimxonalarida tutib turilmoqda. Bu qo'rqinchli kirsiz, jiddiy dunyo xarakterli aralashishni talab qiladi dedi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi maxsus doklad e'lon qilib, Xitoyning dunyo miqyosidagi uchur va fikr yo'nalishini kontrol qilayotganligini bildirgan. Siyosat xabar to'rining 28 sentabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Tashqi ishlar ministrligi 28 sentabr payshanba kuni e'lon qilgan dokladda kishini hayron qoldiradigan ogohlantirish chiqarib, Xitoy hukumatini uchurni kontrol qilish, tashviqot tarqatish, Xitoyda va dunyoning har qaysi joylarida raqamlik mustabidlikni ilgari suradigan ta'tir tashviqotni kengaytirish bilan ayblagan. Dokladda Xitoyning sirtqi uchur kontroli uchun har yili milliardlarcha dollar xarjlaydiganligi, Xi Jinpingning Xitoy Xalq Cumhuriyatining yer shari uchur muhitini shakllantirish tirishchanligini ko'rinarli kengaytganligi, Xitoy Xalq Cumhuriyati taratqullarining tashviqot salmoqini kuchaytirib, chet elliklarga ta'sir ko'rsatish uchun aniq aloqa usuliga moslashish to'g'risida besim ishlatganligi bayon qilingan. Xitoyning yer shari uchur muhitini shakllantirishda yoshirin kuchga ega ekanligi ogohlantirilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining xalqaro aloqa bo'limi, Tashqi ishlar ministrligining alohida elchisi va mazkur bo'lim direktori Jamie Robin dokladning e'lon qilinishi munosabati bilan axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib qilgan so'zida o'rganganimiz shuki, yer sharilishining qorong'u tarafi bor. Agar biz bu uchurlarning kontrol qilinishini to'xtatishga yo'l qo'ymasak,
demokratik qimmat qarashi va bexatar qoida va huquq dunyosi asta-asta vayron bo'ladi degan. Dokladda Xitoyning tirishchanligining ham ochiq, ham yoshirin ekanligi, kontrol taktikasini Osiyo, Afrika va Latin Amerikasiga markazlashtirganligi bayon qilingan. Dokladga qaraganda 2022 yilning oxirlaridan e'tiboran zo'r olqishga erishgan ijtimoiy aloqa detali TikTokning xo'jayini ByteDance TikTokni o'z ichiga olgan barliq ByteDancening supurlaridagi Uyg'ur mustaqilligini qo'llaganligi sababidan cheklangan kishilarni aniqlagan bir ichki tizimlik tutgan. Wodrow-Wilson markazining xabariga qaraganda 1997 yildan 2022 yilgacha bo'lgan oralikda Beijing tor hujumi qo'zg'ab, chet eldagi 5500 dan ortiq Uyg'urning oilasiga tahdid solgan. Osiyo, O'rta Sharq va Shimoliy Afrika hukumatlari 1150 Uyg'urni tutib, 424 ni Xitoy Xalq Jumhuriyatiga topshirib bergan. Dokladda yana Xitoy Xalq Jumhuriyatining Rossiya bilan bo'lgan hamkorligini kuchaytirib, Ukraina haqida saxta uchur tarqatganligi bayon qilingan. Xiyonatning turlari va shakllari nurg'un bo'lib, Allohning dushmanlariga moyil bo'lish, ularga ishonish va musulmonlar jamoatini mat qilish orqali vatanga, millatga xiyonat qilishmi xiyonatning eng qabih shakli bo'lganidek, Allohning va musulmonlarning dushmani bilan chek ayirmaslik ma'nosiyatimi Allohga va rasuliga xiyonat bo'ladi. Vatandan iborat omonatga xiyonat qilishmi amaliyotda hadis sharifda bayon qilingandek nifoqning bir alomatidir. Omonatni zoya qilib xiyonatga rozi bo'lgan kishida diyonatdan asar qolmaydi. Shunga bu ishga sal qarab qadam olganlar darhol hushini yig'ib tavba qilishi kerak. Doktor Abdulaziz Rahmatullohning yozmalaridan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.